Mang'itlar sulolasining so'nggi hukmdori Amir Olimxonning hukmronlik davri O'rta Osiyoda yangi tarixiy davrning boshlanishini belgilab berdi. Uning shaxsiyati va faoliyati haqida turli bahslar mavjud. Ba'zilar uni konservativ va islohotlarga qarshi deb baholashsa, boshqalar uni o'z davridagi siyosiy murakkabliklarga qarshi kurashgan milliy yetakchi sifatida ko'rishadi. 1920-yil Fransiya boshchiligidagi qo'shin Buxoroga katta hujum uyushtiradi. Ayrim tarixiy manbalarda keltirilishicha, qamal vaqtida 3000 ga yaqin hovli, 3000 dan ortiq do'kon, 20 ta saroy, 29 ta masjid yonib xarob bo'lgan. Shahar qariyb 20 kun olov kabi yonib turgan. Talafotlar ko'lami yanada ortmasligi uchun Amir Buxoro zaminini tashlab ketishga majbur bo'ladi. Begona yurtda Amirning hayoti oson bo'lmagan. Qimmatbaho tuhfalar qilishiga qaramasdan Afg'onistonning biror podshohi Olimxonni qo'llab-quvvatlamaydi. Uning bolalari huquqlari cheklanib, oddiy xalq darajasiga tushiriladi. Amir Olimxon 1944-yil 64 yoshida Qobuldan 11 kilometr masofada joylashgan Fatuh qal'asida vafot etadi. O'limi oldidan Buxoroning so'nggi hukmdori o'z qabriga quyidagi so'zlarni yozib qoldirishni vasiyat qilgan: Vatansiz amir nochora abgor, vatanida o'lgan gadoy haqiqiy amir. Hozirda Amir Olimxonning vorislari Amerika, Turkiya davlatlarida istiqomat qilishadi. Buxoroning Qorako'l tumanida ham uning nevaralari bor. So'nggi yillarda mamlakatda olib borilayotgan ochiqlik siyosati sabab Amirning chet mamlakatlarda bo'lgan avlodlari o'z ota vataniga tez-tez kelish imkoniga ega bo'lishmoqda. Amir Said Olimxon Afg'onistonda yaşadı, her gün hiçbir günü iyi geçmedi. Son 10 yılını hastalandı. Bibican anlatıyor, her gün kitap yazıyordu, Bukhara hakkında şiir yazıyordu, ağlıyordu. Ve sonra 2 gözü de kör oldu. Hayatı gerçekten iyi geçmedi.